Qarshi xalqaro aeroportidan birinchi marotaba Qarshi-Madina aviareysi amalga oshirildi. Avvalroq faoliyati litsenziyalangan Real Dreams Tour firmasi tomonidan Umra safariga borish istagidagi qashqadaryoliklar uchun Qarshi shahridan Saudiya Arabistonining Madina shahriga to'g'ridan-to'g'ri aviareyslar yo'lga qo'yilgani haqida xabar bergan edik. 12 dekabr kuni Qarshi xalqaro aeroportidan birinchi marotaba Qarshi-Madina aviareysi yo'lga qo'yildi. Ushbu jarayon Real Dreams Tour firmasi xodimlari tomonidan yuqori tayyorgarlik va katta shodiyona tarzda amalga oshirildi. Umra safariga otlangan ko'plab qashqadaryoliklar Qarshidan to'g'ridan-to'g'ri Saudiya Arabistoniga parvoz qilish juda qulay bo'lganini aytib, tashkilotchilar hamda keng imkoniyatlarga yo'l ochib bergan davlatimiz rahbariga minnatdorchilik bildirishdi. Real Dreams Tour firmasi vakilining Qashqadaryo ahliga ma'lum qilishicha, birinchi marotaba Qarshi-Madina aviareysi orqali 224 nafar qashqadaryoliklar Umra safariga yuborilgan. Qarshi-Madina aviareyslari yana 24 dekabr hamda 7, 14, 21 va 28 yanvar kunlari amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Ma'lumot uchun Real Dreams Tour firmasi Umra safariga otlanganlarga aviabiletlar va umra vizasini olish, mehmonxona, 3 mahal taomlanish, malakali ellikboshi, shifokor ko'magi va safar uchun bir qator sovg'alarni taqdim etadi. Umra safariga borishni yoki yaqinlarini yuborishni niyat qilgan qashqadaryoliklar quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishlari mumkin.